Unda olsa dersimizni başlayalım savaştaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'd. Biz ilgirki birinci babımızda Kur'an hakkındaki Kur'an'dan söyledik mezmunlarını sözlep ötkendik. Endi hazırki ikinci babda tarih Cem'il Kur'an, Kur'an'ınki toplanışı, tarihi, toplanış tarihi hakkında sözlerimiz. Abdurrahman küçük bir özet şekilde babның umum mezmununu düğündeki 3 kurğa ma şekilde hulasıldı. Yani senetehaddesu fi hâzel bab an kitabetil Kur'an على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن جمعه في صحف أيام أبي بكر ثم عن نسخه في مصاحب أئمة أيام عثمان وسنتحدث أيضا عن كتابة المصحف وتطورها وعن جواز كتابته بالإملاء المصطلح عليه بين الناس وعن نشره ve tebaatihi. Yani biz bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın devredeki Kur'an'ınki yazılış hakkında sözleyimiz. Andın keyin Ebu Bekir radıyallahu anhununki küllerideki Kur'an'ın bir suhuflağa toplanış hakkında sözleyimiz. Andın keyin an neshihi şu Kur'an'ın Osman radıyallahu anhu'nun devrideki, küllerideki imam mushaflarına küçürülüş hakkında sözleyimiz. Tercümeye dikkat kılsanlar, 3 çoğun mezmun var. Birisi, Resulullah'ın devrideki Kur'an'ın yazılışı, bu bir mezmun. İkincisi, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun devrideki Kur'an'ınki suhuflağa toplanışı, bu iki mezmun, ikinci mezmun yani. Andinkin Osman radıyallahu anhu'nun devrinde, küllerinde imam mushaflar yani 5 yoki 7 yoki 8 rivayetlerge göre Osman radıyallahu anhu taraflarga avatgan asosiy mushaflarga ko'chirilishi bu 3. mezmun. Yani da sizlar shu oxirida tarjima qilmadik-ku, hozircha tarjima qilgan 2 qurda 3 mezmun bor. Resulullah'ın devredeki Kur'an-ı Kerim'deki yazılış ehvali, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devredeki Kur'an-ı Kerim'deki suhuflağı toplanış ehvali, Osman radıyallahu anh'ın küllerideki şu suhuflarınki imam mesahiplığa küçürülüş ehvali, bu hakkında 3 mezmun. Ve şu 3 mezmunda kallanlarla peyda oladigan her qanday sual işareti olib qolsa, hazırdan tatib aldığınlarga not alsanlar buludu. Her mezmunun üzüge vaqtda şu suallarga cevap izleş gerek. Bizden okuyatkan bu kitaptan çıkmaya kalp kalsa başka yakını izleş gerek. Bu asasi birinci mezmunun 3 parçası. Asas birinci mezmun kayısı? Sizler öyle bakınlar. Mesela hazır aldığımızdaki 4 kurunun aldığınki 2 kurdan 3 mezmun çıkardık. Hemmege qarag'inimizda o'rtaq bir noktası var. O olsa mu Kur'an-ı Kerim'ninki toplanıp küçürülüş. Ortak nokta. Resulullah'ın devredeki yazılış bu mu şunun bir tarmakı. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın devredeki toplanış bu mu şunun münasebetlik bir tarmak mezmun. Osman radıyallahu anh'ın devredeki küçürülüş bu mu şunun tarmak mezmun. 3 tarmak mezmun bir çoğun asasi mezmun bulur. Bir asasi mezmun. O olsa mu Cem'ul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'ninki qanday qilinishi, toplanışı. Medeki Cem'ul Kur'an 3 xil ma'noni o'z ichiga oladi. Resulullah'ın devridagi toplanishni o'z ichiga oladi. Buning xarakterini so'zlaymiz inshaalloh. Abu Bekir radıyallahu anh'ın devridagi toplanishni o'z ichiga oladi va buning xarakterini so'zlaymiz. Osman radıyallahu anh'ın devridagi Kur'an-ı Kerim'ninki toplanish va buning xarakterini bu o'z ichiga oladi. Bu bir mazmun. Ikkinchi mazmunga kelsak, Kur'an-ı Kerim'ninki mushaf bo'lib, men bir narsanday Qur'on atalg'usi o'qigan bir tal oyat, 2 tal oyat, 114 suraning hammasi
yoki og'zimizdagi ovozli o'qiyli yoki lentalik diskiga ko'chirilgan shaklda bo'lsin, hammaga ma'lum. Ammo bu ko'z oldimizdagi muqoviliq bir kitob shaklidagi Qur'onning ismi mushaf. Ya'ni mushaf bo'lib bo'lgandan keyin Qur'oni Karim dastlabki mushaf bo'lishi bilan bugun 21-asrdagi 2019-yildagi Qur'oni Karimning mushaf holatining o'tirigi farqlar. Va bu farqlarningki paydo bo'lish, taraqqiy qilish ahvollari va buning yeziq shakli. Bu haqda so'zlaymizki, avtor buni deyotdi va sanatahaddas aydan biz yana so'zlaymiz nima to'g'risida mushafningki yeziqi haqidagi mushafni yezish va uning taraqqiyoti haqida, mushafning yeziqi va uning taraqqiyoti haqida so'zlaymiz. Va mushafni kishilar orasida mustalah alayhi ko'ngan imlo bilan yezishning to'g'riligi va Qur'oni Karimni besib tarqitish haqida qanday qilib so'zlaymiz. Unda o'ganda diqqat qildinglarmi shu to'tqur qisqacha tushuntirishga bizning ikkinchi bobdagi mazmun cho'ng jihatdan ikkiga ayrildi. Cho'ng jihatdan birinchisi Qur'oni Karimningki yig'ib to'planish ahvoli, ikkinchisi Qur'oni Karimningki yeziq ahvoli. Yig'ib to'planish ahvoli 3 mazmunga bo'linibdi. Rasulullohning davridagi yig'ib to'planish ahvoli, Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi to'planish ahvoli, Osmon radhiyallohu anhuning davridagi ko'chirilish ahvoli. Ma 3 asosiy birinchi mazmun. Keynidagi Qur'oni Karimningki mushafningki yeziqi, bugungi imlo bilan yezish to'g'ri emasligi va Qur'oni Karimni besib taqtish ahvoli o ikkinchi mazmunningki tarmoq 3 tarmoq mazmunludi. Darsimiz inshaalloh ikkinchi bobda bu shaklda davom qiladi. Esimda bo'lsa, men oldingi soatlik darsda bir hammalarga umumiy shaklda bir topshiriqni bergan. Ya'ni Qur'oni Karimningki to'planish tarixi haqida izinib kelinglar deb. Aranglarda qaysinglar izinib keldinglar savoqdoshlar. İzlenip kelganlar olib qolsanglar, men izlenip keldim deb bir yezib boqinglar. Belki aranglarda izinip kelganlar yo'q. Tabii, endi Ramazon bo'lg'achqa men sizlarni bek ching tutmayman. Hatto hozirga qadar kitobdan imtihon ib boqmadim Ramazonningki hurmati, ya'ni Ramazonda bek qiynalib qolmasin degan asosda inshaalloh Ramazon chiqqandan keyin bu hisobnoma qilishimiz inshaalloh. Unda olsa biz davom qilaylik. Qolgan savollarga o'rtada chiqqan zehnimizda paydo bo'lgan savol ishoratlariga biz kitobning jarayonida bunga javob berishga tirishamiz. Agar javob to'liq berolmasak, mushu bob tugaganda, ikkinchi bob tugaganda men sizlarga qo'shimcha shaklda bir material taqdim. Shu materialdan qolgan tarafini qanday qilamiz to'liqlaymiz inshaalloh. Unda olsa biz bayatdan bobningki qisqacha tushuntirilishida ve kichik tarmoqlarga bo'lgan. Shu tarmoqningki birinchisi al-faslul avval, birinchi fasliga kelsak, Qur'onning payg'ambar alayhisalomning davridagi yezilishi haqida. Yani bu noktalığı biz nima uchun kiramiz desa, musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning kallamizga nima keladi? Allah subhanahu va taolo osmondan Qur'oni Karimni nima shaklda 23 yilda qanday tushadi? Parcha holatda tushadi. Bir oyat, 2 oyat, 3 oyat degandek tushadi. 23 yıl jarayonida bu parcha holatdan toplandı bu. Qanaqdır Tevrat, İncillarga o'xshash payg'ambar bir ketgan peti buni ko'tirib kelgan yeri yo'q. Unda bo'lgandan keyin 23 yil jarayonida parcha tushgan Qur'on qanday bo'lib bizning navbatdagi oldimizdagi bir mushaf holatga keldi. Bu bizning kallamizda savol bo'lib tug'iladigan narsa. Buni biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan bilishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan din düşmanları, mustashriqlar mushu nuqtadan bizga hujum qiladi.
deydi ki mesela ben xulas şekilde bularning deydigan gapini umum xulasini deb biray. 23 yılda Kur'an deb çürüldü deb qaralgan bir kitapninki Resulullah hayat vaqtida kitapçı qilinmasdan mesela. Ondan keyingi davrga kelgan vaqtda kitap bulup retlenip bizning hozirgi holatga kelishi bu mumkin emas. Cho'qim bu yerda qilib qolgan narsa bo'ldi, ortiq qo'shilgan narsa bo'ldi deb Qur'oni Karimga nisbatan boshqa kitoblarga o'xshash bir pozitsiyada muomala qiladi. Bu orqali Qur'onga bo'lgan ishonchimizni tuvalletishni arzu qiladi va shuning uchun tirishadi. Qur'oni Karimda shak paydo qilish uchun urinadi. Biz Qur'oni Karimning yezilishi, to'planish tarixiy tadqiqotimiz orqali meselenin näden näge bolganlygy, qanday şekilde bidirap bolganlygy, yani Qur'oni Karimning to'planish tarixida bir oyatning ortiq bo'lib qilish yoki tushib qilish imkoniyatlari va sahobalarninki bu nuqtaga ko'rsatgan hassosiyatlari va tirishchanlik qatorliq nuqtalarni o'rtaga chiqish orqali mustashriqlarninki bu xil g'araz, bu xil maqsadlarininki oldini qana qilamiz, kesimiz. Bu ikkinchi nuqta. Üçüncü nokta, bilisizler İslam dünyasındaki Sünni Şii cengici delleri var. Şundan şidin Şiilarınki Osman radıyallahu anhuga, Ebu Bekir radıyallahu anhuga ölçmellik bir taraflar oldu. Ölçmellik tarafları. Bu ölçmellikten Türkisi de hazırki Kur'an-ı Kerim'e nispeten bulanınki şöyle tertip cihetinin olsun, yedik cihetinin olsun hücum kıldıgan taraflar oldu. Osman radıyallahu anhu'nu Kur'an'ı köydegen degендek her xil bahaneler bilen ayıplaydigan taraflar oldu. Biz bu tadqiqatımız arkalık bularning oldidagi muşu töhmetler ve bu cengizler ihtilafınınki yolunu hem qana qilamiz, kesimiz. Demek Kur'an-ı Kerim'nin toplanış meselesi ve bunu bahs qilish ve bunu izleniş tefsili bir şekilde ve güzel neticeni ortaya çıkış nurgun cihetde bir ehemmiyetga ega. Degandek 3 xil nuqtani xulosladim. Birisi musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning qo'limizdagi o'qiyotgan Qur'oni Karimninki to'planish tarixi bizga nisbatan oydin aniq bo'lishi kerak. Ikkinchidan mustashriqlarninki oldin yo'lni kesish, ya'ni Qur'onda haqida shak cho'kizish boshqalarni Qur'on haqida fitna taqitishning oldini olish. Uchinchisi Şiilarninki Abu Bakr Osman radhiyallohu anhularga bo'lgan hujumining oldini olish qatorliq bir qancha turlik masalalar bu tadqiqotninki asosli maqsad muddaolaridan birisi. Anda davomlashtiraylik. Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Payg'ambar alayhisolatu vasallam ummi savodsiz edi, o'qiolmaydi, yozolmaydi. Endi Qur'on Payg'ambar alayhisolamni ummi deb sifatladi va qad wasafahul Qur'on bi annahu ummiyun. Qur'on Payg'ambar alayhisolamni ummi deb sifatladi. Dediki: "Fa aminu billahi va rasulihin nabiyyil ummi." Sizlar shundoq bir payg'ambarga ishoninglar, Allohga va Allohning rasuliga ishoninglarki, bu rasul Nabiyul ummi savodsiz payg'ambar deydi. Endi men sizlarga munosabatsiz bo'lib qolsin bir savolni so'ray savoddoshlar. Bu savolni kallanglarda qilib qolsin. Tam hozir sizlar buni javob bering deb men so'mayman uni. Ammo kallanglarda savol shaklda chiqib qolsin. Tamam. Shu vaqtdagi arab millati savodsiz millat deb tasvirlanadi Qur'onda. Payg'ambar alayhisalom savodsiz payg'ambar deb tasvirlanadi. Bu gapning o'zi Rasululloh hayatının ahirigacha savodsiz deganni ifodalaydi. Ya'ni so'moqchi bo'lgan savolim shu. Biz shunga qoyil. Rasululloh burun o'qishni yozishni bilmaydiganligi rost. Ammo hayotning oxiriga kelgan vaqtimi ham o'qish yozishni bilmamdi. Hayotning oxirigacha savodsiz payt yashadimi yoki keyingi davrga kelgan vaqtda o'qishni yozishni bildigan holatga keldimi? Bu savolga kallanglarda o'ylanib baqinglar. Balkim pokda bir sonlar kitabim yezilsin mumkin. Oy Rasululloh degan oxirgi savodsiz deb aldirmanglar. Chunki sizlar bizim savodimizdan da chiqargan bir jarayonni bilamiz o'zimiz. Atrofimizdagi kishilarningki savod chiqarish jarayonini bilamiz savoddoshlar. Normalda savod chiqarishga 10-15 kun yetadi. Shu Badrdimi asr alinganlarningki
Başkalarının savadını çıkarıp beriş bedeliga qo'yitilgan voqelikni obdan bilasizlar. Necha 10 kun yetidi o'tib kelsa bir ishga yetidi. Tamam, bir yil yetsin Rasululloh payg'ambar 23 yil yashash jarayonida savadni chiqarganmi, chiqarmaganmi? Chiqarmagan bo'lsa nima chiqarmagan? Chiqargan bo'lsa, chiqargandan keyin Rasulullohni ummiy deb atash to'g'rimi, xatomi degandek nuqtalar qillanmadi bo'lsin. Iznib baqinglar. Agar iznishni to'g'ri topsanglar. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على حفظ ما ينزل عليه حرصا يجعله يتسابق ملك ويعجل بتلاوة ما أنزل عليه قبل أن يفرغ. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam özügü düşken neslerini saklashqa şundaq bir intilidu ki harisen şundaq bir intilidu ki nimishqa desa şunda bir intilish ki hirsen cealehu bu intilish Resulullah'ni perişte bilen musabaqa qilishadigan qilib qo'ygan. Cealehu yusabiqu el melek, yani periştenin aldığı ötep ketadigan. Aldığı ötep ketadigan gap tabii ki perişte o'qib bermaganda o'qib bo'lmaydi, lekin perişte bilen o'qigan amallar bunda keyni iz qo'g'labni tamamadigan. Ve ya'cilu bi tilavati ma unzila alayhi, ve onunga tushirilgan Qur'onni Jibril bakavlashdan ilgari o'qish bilan oldiraydigan ve yuharriku bihi lisanahu ve şefatayhi, şu Qur'on bilan tilini, kalpini hareketlendiradigan qilib qo'ygan deydi. Bu qadar Rasululloh o'ziga tushayotgan Qur'onni saqlashga bu qadar intilgan, yani. Hattoki Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bunu oyat tushgan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu va qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Sen bu Qur'on bilan tilingni oldirib harakatlantirma. Qur'oni Karimni o'qib berish, to'plash bizning ustimizda. Fa iza qara'nahu, biz o'qisak, shu Jibrilning Qur'onni o'qig'inga agash, thumma inna alayna bayana. Yani bizning ustimizga turib Qur'onni bayon qilish. Mazmun shu. Andan keyin Sahih Buxoriy, Sahih Muslimni qana qildi, keldi va uni boshqa kitoblarda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan bunda bir mazmunlar var. İnna alayna en nubayyinahu bilisanik. Qur'oni Karimni sizning tilingizdan bayon qilish bizning ustimizga deb izohlarlar. Tavatu yana ve kana iza atahu Jibril, Peygamber aleyhisselamdan qishiga Jibril kelsa, Rasululloh shundan keyin edi. Atraqa degan boshni egatdi. Fa iza zahaba ketsa qara'ahu kama wa'adahu Allah. Allah va'da qilgandek o'qitdi. Menda hadislarda ma oyat tushgandan keyin Rasululloh ko'rgan ahvolni mana shaklda bayon qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala deydi: "Fata'alallohul malikul haq." Allah subhanahu wa ta'ala büyüktür, haqiqiy padişahdır. Ve la ta'cel bil Qur'an min qabla yuqda ileyk. Qur'on sana to'liq o'qib berishdan ilgari sen Qur'on bilan oldirma. Allohning vahiy sana to'liq o'qib tugashdan ilgari. Va qur robbi zidni ilman. Allah ilmimni ziyoda qilsin degin deb ma oyat mushu mazmunda tushgan oyatlarning birisi. Va kana sallallohu alayhi va sallam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'ondan bir narsani unutib qilishdan qo'rqatdi. Hattoki Allah Rasulullohga Qur'ondan hech bir narsani unutmaslikka kafolat berganga qadar. O kafolatni qaysi oyatda berdi? Sanuqri'uka fala tansa. Biz sana o'qitimiz, unutib qolmaysan. Ya'ni la tad'ab nafsak, o'zingni jafoga solma, o'qitdim deb oldirma, sen unutib qolmaysan deb kafolatni bergan qadar Rasululloh nihoyat bir xil intilib mushu unutib qolmaydi deb jiddiy shaklda muomala qildi. Va kana sallallohu alayhi vasallam, Payg'ambar alayhisolatu vasallam idza mintahal vahyu, vahiy tugisa tushirilgan oyatlarni o'qitdi. Vahiy yozuvchilarini shu oyatlarni oldidan yozishga buyurdi, bular yozadi. Mush nuqtaga ajoyib diqqat qilinglar. Bir oyat tushsa Rasululloh yozuvchilarini buyurdi, oldidan qanday qiladi? Yozadi. Bular hamda şu riqoning ustiga yozadi. Riqo shu davrdagi latofda rahlarni ko'rsatadi. Al-asb val-lihaf val-izam
Mavlanın üstüge qana qılatdı, yazatdı. Yani taş, yağaç, soňak qatarlıq näslerge qana yazatdı. İnşallah men sizlerge kela qatımlıq saatlerde, saatlik derslerimizde muş haqdagi bir bahs wa her bir näse muşlar qas mesele haf izamlaryň nime ekenligini täfsili bayan qılgylyk. Ve kuttabul vahy ve hi yazgıçılar adidun köp bulup ahsa esma'ahum adadu minel ulema. Bularning isimlerini nurgun ulemalar sanap çıkan. Ve kana min ekserihim isti'aben. Şu ulemalarning içinden en köp yığalganları, ekser isti'ab diyen gep, yığış, özgürlük diyen gep, en köp yığalganları Hafiz Iraqi. Çünkü Hafiz Iraqi 42 katibni Resulullah'ın katibini tilga algan. Ve ulanı El-Burhanul Halebi Havaşi Şifah diyen kitabıda sanap addahum. Ulanın sanını 43'e apagan. Ulanın en danlıklarından birisi 4 halife Muaz ibn Abi Süfyan, Zeyd ibn Sabit, Ubay ibn Ka'b qatarlıkla. Leyse min şek. Şunun da şek yok ki enne ketebetel vahy ve hi yazgıçılar Mekke'de Medine'deki vahiy yazgıçlarının san cihatta az. Tabii ki hem de Mekke'deki imkaniyet Medine'deki imkaniyetten az. Mekke'deki şarait ehvalla Medine'deki şaraitin hılıla nacar. Yani şundakla kemakanet şundakla yazışının üz hizmeti yazışının üzünün hizmeti mu Medine'de ağan resmi karakterini almagan değil, Medine'de resmi yazgıçılar olap resmi şekilde yazgan bolsa Mekke'de o şeklini almagan ve mehma yekun min emred emde nimmiş o kesson feminel maktu' bih şu kesin ki yazış ve hiç düşüş bilen kana kılınıp boğan, başlanıp boğan ve hiç düşkün günüstün tatip hiç kana nelse yazıksız qip qamıgan ve enne sahab ve sahabla Kur'an ayetlerini latlağa kana kılattı, yazattı ve özünün işletişini şahsi kol yazma sübütü yazattı ve innena biz emde kana kılımız siret kitapları da şuna okuyumuz. Ömer radıyallahu anh'ın ki Müslüman bulunuşu, şu Ömer'in ki sınısının kaşıda uçuratkan, yazılgan Kur'an ayetleri severlik olganda deyimiz. Bunun hemmesi şu Mekke'den tatiplam Kur'an ayetlerinin ki yazıllık peti sahabının saklaydıqallıqı, okuyduğun sahabiler şu yazılgan Kur'an'ların okuyduğallıqının nimesi ispatı. Emdi vahiy yazgıçılarının sani umumi Müslüman qariyina Kur'an-ı Kerimni Resulullah'dan eğizdaki tapşırıp ağandığın kin yadlaydıgan kişilerinin umumuzga nispeten az. Ma tercümege dikkat kılınlar. İnne ketebete adede ketebetil vahyi qalilun بالنسبة إلى جماهير المسلمين القراء الذين كانوا يحفظون القرآن بعد أن يتلقوه مشافحة عن رسول الله مشافحة عن رسول الله رسول الله إغزاكي أن يتلقوا ügengen ba'din kiyin Kur'an'ı yadlaydıgan qari Müslüman köpçüliki, cemahir köpçüliki nispeten ve yazgıçlarının sanı tabi az. Çünkü yadlaydıganlar köp. Yazdıqallah az. وَالَّذ۪ينَ كَانُوا يُرَدِّدُونَ Bu yadlaydıqallah Kur'an'ın ayetlerini keç saatleri de, gündüz tarafları da devam tekrarlap turattı. Bunlar köptü. Çünkü Müslümanların hayatı da Kur'an okumus olmaydı. Okuydu. Sahabelarımız şunda etti. Okuyduğallah'a ait köptü. Yazdıqallah okuyduğallah'a nispeten azdı. Ama bir noktadan eskertip koyayı, erişip ketmesin. Kur'an okudu degan nokta ortaga qo'yilsa, bizning hozirgi sharoitdagi Qur'on o'qidi bilan sahobaning davridagi Qur'on o'qidi farqli. Bizda Qur'on o'qidi desak, Qur'onni qo'limizga ep turib, qarab turib o'qigan ahvol ko'z tutilsa, avvalda Qur'on o'qidi desa, yodisga o'qiydi. 90% yine köp hollarda ular yodisga o'qiydi. Mushkil nokta ina qilish kerak. Fa nahnu biz ularning xabarlari haqida shuni o'qiymiz ki Qur'on ularning hayotining hammini to'shqazgan degani har doim Qur'on o'qiydi. Fa iza awaw ila al-masjid ular masjidga kelsa Qur'on tilovat qilish ularning odati edi.
Ve izâ sahibel leylu bi thiyâbihi sud alel ard. Kecha o'zining qor kiyimini zaminga shunda surab ekelsa, bular kechining tinchligida Qur'on bilan tahajjud o'qiydi. Tusma' lahum dawiyan bihim hanin. Ularningki g'udon Qur'on bilan gungun ovozlari va yig'ilgan ovozlari tusma' lahum anglanib turadi. Mana bir ahvolda. Andagandan keyin ma abzasdan chiqadigan bir xulos mazmundan birisi inna minal muakkadil maqtu' bihi yani bu yerda kesin digiladigan ta'kidlik ahvoldan birisi shuki Qur'onning hammasi Rasulullohning davrida yozilib bo'lgan. Qur'onning hammasi Rasulullohning davrida yozilib bo'lgan, lakinnahu biroq bir o'rinda to'planmagan yeri bor. Parcha. Zeyd ibn Sabit radhiyallohu anhu Qur'on haqida deydi va qubidan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh vafot topildi, endi vafot topdi. Qur'on bir narsaning ichiga to'planmagan deyapti. Ashunda bo'lishi, nima uchun Rasulullohning davrida Qur'on bir yerda to'planmagan desa, lima na'lam. Shuni bilganligimiz uchun biz shuni bilamiz. Shuki Qur'onning suralarining ko'pinchisi uchuq. Uchuq degani vahiy tushayotgan bo'lg'achqa har zaman her surada o'zgarish bo'lishi mumkin. Oyatlar ko'payishi mumkin, bir oyat tushishi mumkin. Ve oyatlarning tushib, li'an tunzala oyat tushib, ba'ziga qo'yilish uchun uchuq va qanaqalangan o'rtoq qo'yilgan, mu'arad degani o'rtoq qo'yilgan. Chunki shu keldi, izsa batringa shu sabit bo'ldiki, xuddi yuqorida o'tgandek Rasululloh yozuvchilarga buyurdiki, da'ul ayat ba'da ayat kaza min as-surati yuzkar fihi kaza va kaza. Ma ayatni falan ayatdan keyin qo'yinglar, falan oyat tilg'alingan surada har narsada. Demak, har sura uchuq. Chunki har doim bir oyat tushib, shu suraning ichidagi ma'lumotlarga qo'yilishi mumkin. Bu bir sabab. Va lima kana yutawaqqa va shu umid kutilganlik, bunda bir ahvol kutilganlik uchunki nasixlarningki Qur'onning ahkomlarining ba'zisi yoki tilovatlarining ba'zisiga nasixlarning kelishi kutilganlik uchunki har doim bir oyat tushib, yana bir oyatni nasix qilgan ahvol mumkin. Har doim bir oyat tushib, Qur'ondagi bir tilg'alingan hukmdan ba'zisini qana qilishi, mansux qilishi mumkin. Falamman qada nuzuluhu bi vafatihi. Endi Rasulullahning vafoti bilan Qur'onning tushishi tugibdi. Chunki Rasululloh vafot topdi degan gap osmonning ishiga taqaldi, vahiy uzildi. Endi qolib qolgan Qur'on mushu o'zgarmaydi. Masalan, mansux bo'lish, hukmlar orqali tilovat, hukm olmaydi, ko'paymaydi degan nuqta kesin bo'ladi. Alhamallohu Allah Rashid xalifalarga shuni ilhom qildi. O'zining sodiq bo'lgan va'dasiga vafo qilish uchun qaysi va'da u? Allohningki Qur'onni mush ummatga saqlab turish kapolatga bo'lgan va'dasi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan va'dasiga Alloh subhanahu va taolo vafo qilish uchun payg'ambar alayhisalom dunyodan ketgan hamon qana qildi. Sahobalar buni tutish qildi. Tutish qilgan sahobaning tunjisi Abu Bakr radhiyallohu anhu shuni bilan nim boshlandi. Qur'oni Karimning to'planish, yig'ilish hareketi başlandı. Ta Osman radıyallahu anh'ın devrinde ahırlaştı. Bunun tefsilatını biz tüvendeki iki abzasta. Birincisi de Abu Bakr radıyallahu anh'ın devrideki Kur'an-ı Kerim'in yazılışı. İkincisi de Osman radıyallahu anh'ın devrideki Kur'an-ı Kerim'in yazılışı. İki abzasta, iki paragrafta, iki fesilde bu hakta tefsili malumatlarını körümüz sağ arkadaşlar.